Eris o'rismi? Voy, o'risga erga tekkanmisiz? Nega aynan rus, ya'ni tatar yigitga turmushga chiqdim? Birinchi qism. Nimaga aynan ularni tanlaganimda esa hozir aytib o'taman. Faqatgina ularga meni ota-onam ajrashgani muhim emas. Faqatgina xo'jayinim qaynotani xizmatini qilishga majbur emassiz deb aytganlar. Faqatgina ularga har kuni vaqtli turib, kerak bo'lmasa ham ko'cha hovlilarni sipirib, uylarni uborka qilishim muhim emas. Faqatgina ular meni orzularim, maqsadlarim, kelajakdagi planlarimni so'raganlar. Turmushimizga 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida nima xohlasam, hammasini qilib berishga harakat qiladilar. Hattoki oyliklari 3ma3 bo'lib ro'zg'orga yetkazgan vaqtlarida ham o'zimga nimadir sotib olsam, "Senga hozir shu kerakmi, nima qilasan?" deb shunaqa gaplar qilmaganlar. Doim meni eshitadilar. Eng o'xshamay qolgan ovqatimda ham juda ham shirin ekan deb yegadilar. Kamchiligimda xato deb bilmaydilar. Kiyinishim bo'yicha ham o'z holimga erkin qo'yganlar, faqat ma'lum bir chegaradan chiqmasangiz bo'ldi deydilar. Eng kerakligi ayol kishiga, eng kerakligi menga erkinlik berganlar va doim yonimda turadilar. Endi aytingchi, ayolini qul qilib uyga o'tkazib qo'ygan erkak yaxshimi yoki ayoliga erkinlik berib, orzularini amalga oshirib, erkalatib yurgan erkak yaxshimi?